tumordaqa moshni, tumorda katta, tumorda zo'rlik qilganini ko'rmadim. Shunaqa. Lekin shunda ham bolalar zo'rlikka sotilyapti. Juda yaxshi. Lekin bu son hozir hali ko'pkar chopmasdan, mana bolalarni o'zining bolasi, mendagi bolasi bor-ku, tashkil tushgan. O'zi avvalolloh meni bir qanchalik yurtini ichidan beri ko'krak ochiqda menikini e'tibor berdimmi? Ochiq. Men ko'krak ochiq otlarni zo'rlik qilganini ko'p ko'rdim. Ko'krak yopiqdan ko'ra. Yopiqlar ishlaganini ko'p bo'ldi, lekin zo'rlik qilgan ochiq ko'kraklarni ko'p ko'rdim. Ko'krak ochiq bo'lsa, ko'krak qafasning ichida joy ko'p bo'ladi. Joy ko'p joyda nima bo'ladi? Yurak katta bo'ladi. Mahmud boboning ko'rangidan ko'krak ochiq otadi-da. Shunday. Bolalar yaxshi tushyapti, bilishmi? Zo'r tushyapti. Bu 4 yoshga to'ldi bu. 4 yoshga to'ldi, birinchi xotirada qolishadi. Yerni hozir hayvonda maksimum ishlatadi shu qoldi. Biyalarni malikasi, biyani qirolichasini olib chiqadi. Malikasi. Buni 70 chiqadi. Zo'r otxona bor bunda. Bunda ham 4 ta zo'r otxona bor. Boyagi nimani Yesirgapdan chiqqan uragan degan ot liniyasiga olib kelgan-ku yerikkan buni bobosi. Berlekchi. Nimani olib chiqinglar? Mussonni olib chiqinglar, mussonni. Hozir mussonni olib chiqinglar, keyin. Hozir bitta Buni ko'rasiz. Ya bunu Behruz neydi? Cihangir'de imaklarında kışlamanda Cihangir'de yoshlar otlarni minib keyin minadi. Bunun laqabi Musson. Otasi Manchester. Ularga olib. Buni endi. Buni egasi haqiqiy eski yilqishi. Kimga ega? Boyagi o'rtancha. Bu men bu yerga oltita ot, bittida chop degan gapim bor-ku. O'sha gapni haqiqiy amal qilgan odam shu. 7 bo'lib, keyin choptiraman deb gashtaklarni choptiraman dedi, Ramazon kirdi. Endi xonasi mana o'zidan keyin biz ham de gashtakni choptiramiz. Yana nima qilgan? Yo'q, xonasi choptiraman deb niyat